shunday jannatda berib qo'ygan Alloh taolo. Yaxshi odam bo'ling prosta. Yaxshi odam bo'lsangiz orqangizdan rosa duo qiladiganlar ko'payar ekan. Bizga shu kerak emasmi, qizlar? Biza 2-3 ta bolani tug'ib olamiz deb shularga investitsiya qilamiz. Shularga quyaversam, mana shularga boqaversam, shunga qilaversam, bolamga deymiz. Ertaga qartayganda menga qaraydi, men chirog'imni yoqib o'tiradi, orqamdan duo qiladi deysiz-ku, niyatingiz yaxshi emas. Agar mana shunday niyat qilmaganingizda, bizani hozir qariyalar uyi ko'payyapti-yu, yildan-yilga ko'payyapti. Nimaga ko'payyapti? Потому что niyat yaxshi emas. Inson faqat o'zimni bolam deyish kerak emas. Inson ves olamdagi bandasi deyish kerak. Qancha ko'p bandasiga yaxshilik qilsangiz, shuncha odam orqangizdan duo qiladi. Hoy, meni so'kayotgan qiz, kim sizni orqangizdan duo qiladi? Mayli 4 ta farzandingiz qiladigandir. Mana esa xalqqa qanday yordam beryapti? Meni qanchasi duo qilyapti, bilasizmi? Siz prosta men Telegramga chiqing, men sizga ko'rsataman. Kilometr. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Sizni Alloh meni endi topdim sizni. Siz mo'jizasiz. Sizni menga sovg'a qilib berdi. Necha yildan beri sizni qidiruvdim men, Oltin xonim deydi. Nimaga sizni hech kim qidirmayapti? Zulfiya xonimmi, ismingiz kim edi? Zulxumor xonimmi? Nimaga sizni hech kim qidirmayapti? Mana shunday. Потому что mamiyat kir. Bunaqa odamlarni hamma qochadi. Qochib ketadi. Shunaqa. Aytadi-ku, если тебя nету за столом deydi, значит ты в меню deydi. Uni ma'nosi, agar men bu dasturxon davrasida siz yo'q bo'lsangiz, agar mabodo, значит siz men menyuda ichidasiz. U degani sizlar menyuda nima qiladi-ku? Siz men bu menyuda bittasizda, siz ismingiz Zulxumormi? Unda ochasiz. Tak Zulxumor, bo'lmaydi. O'tkazib, menga yoqmaydi bu. Tak, men bu. Ha, mana men muzokara qilamizmi deydi. Siz bu yerda qolib ketasiz. Zulxumor bo'lgani uchun, ya'ni qalbingiz kir bo'lgani uchun. Yaxshi odam bo'lsangiz, siz menyuni shunda ochadi. Ya ochmasdan shuni chaqiraylik, shuni zakaz qilaylik. Menyuni qo'yavering, shu odamni chaqiring, mazza qilib o'tiraylik deydi.